Erkak kishining omadi, fayzi, topar tutari, uning barakasi, uning ishidagi unum, uning ko'chadagi zafari, yutug'i, oilasiga ko'proq bir narsa ko'tarib kelishi, buning hammasining sababi yoki buning aksi bo'lishining sababi, qaysi bir ayol jaynamozda o'tirib erini fayzini so'raydigan bo'lsa Alloh beradi. Ana shuni sababidan o'sha ishi yurishmayotgan oilalar yoki munosib hurmat ko'rmayotgan ayollar shuni yaxshi bilmog'i kerak. Eri agar fayzi bo'lsin, erimni topgan tutganida baraka bo'lsin, oilamda butunchilik bo'lsin, shu erim qilayotgan mehnatida baraka topsin iloyim desa, joy namozda o'tirib o'sha erni fayzi bo'ladi. O'shani barakasi bo'ladi. Lekin benamoz bo'lib turib, allamahalgacha uxlab, saharni qirqib, joy namozdan yiroqda bo'lib turib, yana eridan topar tutardan shikoyat qilishga o'sha ayolda ham haqqi yo'q.